Har doim mana shunaqa eng kerakli kunlarda uxlab qolaman. Xullas nimaga unaqa deganim, kecha uydagilarga uyga boraman deb va'da berib qo'ygan edim. Keyin shoshilib turdim deyasan tusanima qilib kiyimimni tez tanlab oldim. Tez kiyindimda uydagilarga olgan podarkalarimni oldimda ko'chaga chiqdim. Pari, bu mashinani qachon mo'ykaga berarkansan endi. Mashinaga ham chiqib oldim, endi ashulachani qo'yib dupis-tapis qilib ketamiz. Yo'lda ashula eshitib ketib, uydagilarga narsa olgan magazinga to'xtadim. Men morojeni ko'rib qoldim. Qani bir yeb ko'raychi deb oluvdim. Bir o'zi ham ochish rosa qiyin ekan. Amallab ochdim deb bismillah deb shunda ochishlovdim. Ta'mi og'zimda qolib ketdi-yu, o'rtoqlar. Yoqarmikin, yo'qmi deb rosa ikkilanib oluvdim. Ko'proq olsam bo'lardi. Mahallaga ham kelib oldim. Uydagilar bilan baliqqa boramiz degan edik. O'zi ham hamma tayyor bo'lib, faqat meni kutib turishgan ekan. Kafega ham yetib keldik. Keldigan baliqqa zakaz berib qo'yishgan ekan. Ketimizdan baliq ham kirib keldi-ku. 4 soatcha uydagilar bilan maza qilib o'tirib uyga ham kelib oldim. O'ylab qarasam, tug'ilgan kunimga ham hech qancha qolmabdi. Keyin binomoga kirib trade qilishni boshladim. Pul ko'tarsam o'zimga to'chni bir nima sovg'a olaman dedim. Ko'rib turganingizdek pul ko'tarib turibman-u. Endi uyqu keladimi? Men ham sekin turdim-da, mozaykamni olib yasashga tushdim. Erimga telefon qilsam, og'aynilar bilan choyxonada ekan. Hamayli kelib qolarlar deb kutib 1,5 soat mozayka yasabman.